Aytaman. One solution, no solution, infinity many solution. Nima bu? Nima bu? Ikkita ixtiyoriy chizig'i bersin. Ya'ni ikkita ixtiyoriy chizig'i bersin. Y barobar m1 x plus b1 y2 barobar m2 x plus b2. Nima berdi? Ikkita chiziq berdi. Ya'ni to'g'ri chiziq berdi. To'g'rimi? Agar sloplari bir-biriga teng bo'lmasa, nima ekan? Bitta yechim ekan. Demak, sloplari misol uchun m1 bilan m2 bir-biriga teng bo'lmasa, nima ekan? Bitta yechim ekan. Bitta yechim degani nima degani? Men ikkalasini grafikini bir-biriga chizsam, bitta nuqtani kesib o'tadi degani. Qaytaryapman. Bitta yechim nima ekan? Bitta yechim bu men grafiklarni chizsam, chizganimda nima bo'lishi kerak? Bitta nuqtada bo'lsa, u nima ekan? Bitta yechim, ya'ni one solution. Tushunyapsiz-a? Xo'p. Endi no solution. Nima degani bu? Yechim yo'q. Yechim yo'q. Endi bunda yechim yo'q bo'lishi uchun bo'lishi kerak. Sloplari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ammo b1 bilan b2 teng bo'lmasi kerak. Misol uchun y barobar 2x plus 3 desin va y2 barobar 2x plus 4 desin. Hamma rozimi? Hamma rozimi? Mana. Endi nechta yechimga ega? Yani yechimi haqida so'rasa, har doim bitta ish qilaman. Ya'ni tenglab olaman bir-biriga. Har doim. Ya'ni yechimi haqida gap ketyapti, maqolani tenglayman. Y1 teng y2 ga. Ya'ni 2x plus 3 tenglik 2x plus 4 ga. Hamma rozimi? Endi 2x bilan 2x bo'ladi. Ish ketadi, bir tomonga olsam, ish bo'ladi. Nima qilyapti? 3 teng 4 bo'lyapti. 3 4 ga tengmi? Yo'q, shundan bu solution, ya'ni shundan yechimi yo'q chiqyapti. Tushunyapsizmi? Nima sababdan qayerdan kelib chiqyapti? Xo'p, endi mana bitta one solutionga bitta misol ko'rib qo'yaylik. Demak, ekan. One solutionga y1 tenglik 6x plus 10 y2 teng 5x plus 12 desin mana. Nima qilib sloplarni bir-biriga teng qilmadi. To'g'rimi? Teng qilmadi. Yechim haqida so'rasa nima qilaman ekan? Yechim haqida gapirsa, tenglab olaman. Demak, 6x qo'shib 10 teng 5x qo'shib 12. Ana, bir tomonga o'taman. X raqam o'tsam. Bo'ladi. 6x minus 5x 12 ayrim 10. Aysam x teng 2. Ana, x'i bitta qiymat kelib chiqdimi? Olib borib ixtiyoriy bunisiga borib qo'ysam, ikkinchi qiymat kelib chiqadi. Olib boraman. 2 qo'ydim. 6 kere 2. 12. 10 qo'shsam. 20 chiqdi. 22. Demak javobi 222 nuqtadan nima bo'lishar ekan? Kesib o'tar ekan. Ikkalasi, misol uchun mana men 2 desam, mana 22 desam, ikkalasi mana shu joyda nima qilar ekan? Kesib o'tar ekan. Tushundingmi? Savollar? Bunday tushunmadim. Ha, endi bo'lishi mumkin, sizlar bunday aqabaqa bo'lishi mumkin. Men harakat chizib qo'ydim. Tushundingizmi? Demak, ikkalasi bittasi bunday chiqishi ham mumkin. Men tayyorman-da. Buni qilib qo'ydim xolos. Tushundingmi? Xo'p. Endi va nima qoldi? Oxirgisi, ya'ni 3-savol. Infinity many solution. Infinity solution bo'lish uchun sloplari bir-biriga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak va b'larchi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani nima degani? Xo'p. Y barobar 3x plus 4, y barobar 3x plus 4, y1 y2. Bo'ladimi? Endi bular nima yechim, nechta yechim borsa bir-biriga tenglab olaman. Tenglab olsam, 3x plus 4 teng 3x plus 4. 3x ni qolib o'tdim. 0. 4 ni qolib o'tdim. 0. To'g'rimi? 0 teng 0 degani nima degani? Infinity many solution, ya'ni cheksiz ko'paytirish.